Ushbu mavzumizda biz muvaffaqiyat haqida gaplashamiz. Menga bir kishi savol berdi bir kuni. Muvaffaqiyat deganda siz nimani tushunasiz? Men aytdimki, shukr qilishga arziydigan har bir narsa bu muvaffaqiyatdir dedim. Ya'ni qanday? Buni sharhlaymiz hozir. Xo'p, biz hozir tirikmiz. Ya'ni o'lganimiz yo'q. Bizda hali hayot bor, muhlat bor. Yashayapmiz. Shuni o'zi shukr qilishga arziydi. Ya'ni tirik inson ham ibodat qila oladi, ham tirikchilik qila oladi. Agar u o'lsa, ibodat ham qila olmaydi, tirikchilik ham qila olmaydi. O'ldi. Nariga dunyoga ketdi. Demak, bizning tirikligimizning o'zi shukr qilishga arziydigan narsa, ya'ni eng katta muvaffaqiyatdir. Masalan, bir odam o'ldi deylik. Butun dunyoni odamlari, jinlari, farishtalari, hayvonlar, butun mahluqotlar, mavjudotlar hammasi yig'ilib kelsa-da, o'sha odamni tiriltira olmaydi. Unga jon baxshida qila olmaydi. Bu faqatgina yagona bir zot bo'lmish Allohning qo'lidadir bu. Alloh taolo bandaga jon berish va uni jonini olish qudratiga ega bo'lgan zot. Farishta Azroil u ham bir vositachi, ya'ni jon olishga kelib jonni olib ketuvchi bir vositachi. Aslida Alloh taoloning izni bilan u jon tanadan chiqadi. Tushunamizmi? Xo'p, keyingi muvaffaqiyatimiz. Biz sog'lommiz. Sog'ligimiz bizning muvaffaqiyatimiz. Masalan, biz o'tirib gaplashamiz. Shunday kasallik bor, masalan, insult. Bosh miyani ma'lum bir zonasiga, nutq zonasiga qon quyiladi, inson gapira olmay qoladi. Qo'llarimizni harakatga keltiryapmiz, Masalan, bosh miyaga qon quyiladi yoki bo'lmasam umurtqa pog'onasidan keluvchi orqa miya uzilib ketadi yoki u yerda biror bir holat vujudga keladi, patologiya. Natijada inson qo'l oyog'ini harakatga keltira olmay qoladi. Masalan, ovqat yeyapmiz, ovqatimiz yaxshi hazm bo'lyapti. Ba'zi odamlar bu ovqati yaxshi hazm bo'lmaydi. Ovqat yeydi, borib qusib keladi. Uning uchun ovqat yeyish bir azob. Masalan, qiltomoq degan kasallik bor, qizilo'ngach kardial qismining stenozi. Shunday ovqat yesa va limonni, xurmoni yesa qanday mana o'ziga qolib ketadi-ku tiqilib. Ana o'shanday bo'lib tiqilib qolib ketadi. Bizning ovqatimiz bemalol oshqozonga tushyapti, hazm bo'lyapti, axlat bo'lib chiqib ketyapti. Qarang, axlat bo'lib chiqib ketishini o'zi ham Allohning bir rahmati va bir marhamati. Nimaga? 7 kunlab, 10 kunlab ichi kelmaydigan qabziyatli bemorlar bor. Qaniydi shu yeganim kunda kun axlat bo'lib chiqsaydi deb orzu qiladigan insonlar bor. Biz siz bilan o'tirib mana nafas olyapmiz. Nafas olishimizning o'zi ham bir shukr qilishga arziydi, ya'ni muvaffaqiyat. Mana Covid pandemiya bo'ldi. Qancha odamlar nafas ola olmay qoldi. Ularga kislorod ulab qo'yishdi. Nafas olishning o'zi, ya'ni nafas chiqarish, nafas olish ham bu bir katta bir muvaffaqiyat. Masalan, Covid bo'lgan odamlar nafas ola olmay qolgan bo'lsa, bronxial astma kasalligiga chalingan bemorlar nafas chiqara olmay qoladi. Nafas oladi, olgan nafasini chiqara olmaydi. Ko'ryapsizmi? Demak, bu nafas olib nafas chiqarishimiz ham bir muvaffaqiyat. Ya'ni buning uchun Allohga shukr qilishimiz kerak. Xo'p, invalidlik koleskada yurganimiz yo'q yoki qo'ltiq hassada yurganimiz yo'q. Shunday kasalliklar bor. Masalan, miopatiya degan kasalliklar bor. Yoshligida yaxshi bo'ladi. Kattalashib yurgan sari to'qishib ketaveradi, yiqilib ketaveradi. Muskullari qurib, oyog'ining muskullari qurib, u yerda yog' to'qimasi, chandiq to'qima shakllanadi va oyoq umuman holsiz bo'lib qoladi. Quriydi oyoq. U bemor yura olmaydi. Oddiy misol buni. Nimadir bo'ldi, oyog'i kesib tashlandi. Nimadir bo'ldi, misol uchun qandli diabet buni. Diabetik angiopatiya, diabetik polineyropatiya,
uje bu odamni oyog'ini amputatsiya qilib kesib olib tashlashga sabab bo'ladi. Yoki bo'lmasam og'ir travmalar, oyoqni saqlab qolib bo'lmaydi. Kesib tashlandi. Yoki bo'lmasam infeksion kasallik, qorason kasalligi, oyoq kesib tashlandi. Ko'ryapsizmi? Demak, bizning yurishimiz ham bir muvaffaqiyat. Endi e'tiborga olmaydigan narsamiz. Biz uxlasak ham, biz ovqat yesak ham, hojatga kirsak ham, yotib dam olsak ham, dam olmaydigan a'zo bu yurak. Urib turibdi qarang. O'rtacha hisobda dam olib turgan odamni, katta odamning yuragi 1 minutda 70 marta uradi. Endi tasavvur qiling, 1 minutda 70 marta ursa 1 soatda qancha uradi? 1 sutkada qancha uradi? 1 yilda va u insonning umri davomida qancha uradi u yurak? Bilasizmi, qon haydab berish uchun. U bechora beminnat ishlab turibdi. Uni kim ishlatib qo'yibdi? Uni Alloh ishlatib qo'yibdi. Va albatta biz bunga shukr qilishimiz kerak. Ko'ryapsizmi? Mana shuni o'zi ham bir muvaffaqiyat. Demak, bizning hayotimizda mana shu turishimizning o'zi bir muvaffaqiyat. Turishimizning o'zi, tirikligimizning o'zi, biz mavjudligimizning o'zi bir muvaffaqiyat. Ya'ni Allohga shukr qilishimizga arziydigan narsa. Xo'p, ba'zi bir bandalar gunoh va ma'siyatlarga botib yuribdi. Shukr nimaligini bilmaydi. O'zi aslida shukr degani nima degani? Allohga ibodat va itoat qilish bu shukr hisoblanadi. Ya'ni o'tirib olib ovqat yeb, "Va Xudoga shukr, va Xudoga shukr, mana qorin to'ydi" deyish, bu haqiqiy shukr hisoblanmaydi. Haqiqiy shukr bu Allohga ibodat va itoat qilish. Ibodat qilish, ya'ni Alloh taoloning aytgan narsalarini qilish, itoat qilish, Alloh taoloning qilmadigan narsalarini qilmaslik. Mana qarang, siz bolangiz aytdi, "Dada, meni tuflim eskirib qoldi, tufli olib bering" dedi. Qizingiz aytdi, "Dada, menga bitta yangi ko'ylakcha olib bering bayramga" dedi, ha? Siz chiqib ketdingiz, borib ishladingiz, pul topdingiz, o'g'lingizga va qizingizga aytgan narsasini olib berdingiz. Xotiningiz sizga yaxshi ko'rinishi uchun kosmetikasi, yaxshi kiyim-kechagini olib berdingiz. Bolalaringizni o'sib ulg'ayishi uchun yedirib ichirdingiz, ha? Mana shu qilayotgan mehnatingizni ham ibodat. Tushunyapsizmi? Alloh taolo bizga nimaiki bergan bo'lsa, hammasi bizning foydamizga, bizning foydamizga ishlaydi. Masalan, quyosh chiqadi bizning foydamizga. Quyosh chiqadi, sizning teringizga ta'sir qiladi, ultrabinafsha nurlar, sizda vitamin D hosil bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Quyosh chiqadi, mevalar pishadi. Quyosh chiqadi, tun bilan kun almashadi, havo isiydi. Bulut keladi, suzib keladi, yomg'irini to'kadi, bug'doy o'sadi. Biz uni non qilib yeymiz. Qushlar zarar kunanda hasharotlarni terib yeydi, bizning foydamizga. Ko'ryapsizmi? Endi masalan bitta asalarini oling. Asalari ertalab uchib chiqib ketdi. Bordi, u ham mehnat qiladi. Unga ham Alloh taolo vahiy qilib qo'ygan, ya'ni vazifasini, missiyasini yuklab qo'ygan. U borib mehnat qiladi, gulni changlantiradi. U gul changlanadi, meva hosil bo'ladi. U o'sha changidan, gul nektaridan kelib, undan asal hosil bo'ladi. Uni asalini biz yeymiz. Ko'ryapsizmi? Alloh taolo butun yer yuzidagi jamiki mahluqotlarni insonga xizmat qilish uchun yaratdi. Demak, bu ham shukr qilishga arziydigan narsa va bu ham bizning muvaffaqiyatimiz hisoblanadi.